Tanamazlar 16 sentyabr kuni Namangandan Jiddaga uchgan hojilarimiz Jidda aeroportiga tushib, samolyotdan tushdik, mana avtobuslarga chiqib Madinaga qadar yo'lga chiqdik. Hammalari yaxshi, muammolar yo'q, sihat salomat. Mana hojilar hammalari shu yerda. Mana eng yosh ziyoratchimiz 23 ga kiribdi. Nur Muhammadmidi? Mana hojilar hammalari yaxshi mana. Endi mana shu videoga olganimda ozgina bunday qarab o'zingizlarni tanitib qo'yasizlar. Uydagilar ko'rganda onam qani, bir yaqinim qani deb ana qilishmasin. Bizga ham nima emas, shu shu uydagilar xotirjam bo'lish uchun olamiz xolos. Boshqa narsa emas, xudo xolasa. Hojana kelyapsizmi? Ha, rahmat. Hojonalar hammasi yaxshi. Ba'zi odam meni olmen deydi-yu, endi iloji yo'q. Nima kerak bo'ladi? Sabab rahbariyatga tashlaymiz. Mana yetib kelib oldik deb biz mashinaga hammanglarni bir olsa, mana hojonamlar mana shu yerda. Hojakamlar mana shu yerda, mana xudo xolasa hammalari yaxshi. Duo qilib turasizlar, endi biz Madinaga qarab ketdik endi xudo xolasa. Tijorat bo'lmaylar, hammalari yaxshi. 34 kishimiz guruhda. 17 ta erkak, 17 ta ayolimiz xudo xolasa.